qizli pardalargacha даже ko'rsatib beraman. Xo'p, tabiiy teshigi bor edi, u retroniki ham, qizli pardaniki ham xullas rivojlanishida nuqson yo'q. Sizlar menga kelishinglardan maqsad qiz уже 10 yoshdan qoldi, analizmni keldinglar hozir menga. Xo'p, bitta narsani to'g'ri qabul qilaylik. Bu возрастda bu holatni unutmaydi. Butun umrga qolib ketadi. Nevropatolog oborasizlarmi, детский psixolog oborasizlarmi, psixiatrga oborasizlarmi, baribir yolg'iz qolsa shu narsa bilan shug'ullanadi. Lekin agar hozir mana shu qizni oraliq sohasini qo'ysa, qaqlab yonib yotib qizaradi o'sha joyi. Agar mana shu holat yosh qotdi ayollar bo'lsa yoki bizda bo'ladigan bo'lsa, qo'limizdan tutib olib qolamiz. Birinchi marta qo'lini o'sha yerga olib borishiga ham bitta sabab bo'ladi. Ana o'sha sabab ijadan keyin выделение holatlaridan keyin yoki bo'lmasa oddiy zamburug'lar bo'lishi mumkin. Shu hisobiga obro'da va o'sha narsa odatiy holatga aylanadi. Qizarishni bitta lecheniya qilaylik, undan keyin ancha ko'nadi. Endi standart bo'yicha aytadigan bo'lsak, nevropatolog, psixolog borishimiz shart. Lekin men hozir qizni analizini qilayotgan o'sha harakatlarini men endi ko'rolmayman, chunki ko'chada bu narsa qilinadi o'shaning uchun. Nima maslahat beraman? Chalg'itinglar bo'ladi. Gimnastikaga beringlar, tansiga beringlar bo'ladi. Yoki biron sport bilan shug'ullansin. O'z xullas bo'sh vaqt qarashtiramiz. Iloji bo'lsa, kechasi shu uxlaydigan uchun yonida bo'lishingiz kerak. Balki o'sha hisobga unutsin. Xo'p, dars davom etsa nima bo'ladi? Dars davom etsa, o'sha joyda постоянно infeksiya tushish holati kuzatiladi va keyinchalik возрастda kattalashgandan keyin bu